Zlatan Barselonada o'ynab yurgan paytlari Gvardiola bilan ko'p janjallashgan. Bunga sabab asosan Pepning o'yin taktikasi bo'lgan. Gvardiola mayda paslar orqali hujumlar uyushtirish inqilobini endi boshlaganida bo'ydor Zlatan havodan uzatilajak to'plar kamayib ketgandan nolirdi. Messi, Iniesta va Xavi uchligi bir-biri bilan rohatlanib o'ynashni istashardi-yu, hujumdagi bo'ydor yigitga to'p uzatmasa muxlislar to'g'ri tushunmasliklarini bilib, istamasdan ikkinchi qavatdan to'p yetkazishardi. Oxiri bu kelishmovchilik Zlatanning Barsani tark etishi bilan tugadi. Shvetsiyalik yulduz Mourinho qo'l ostida Interda o'ynagan. Oxirgisi Manchester Unitedda. Zlatanning xarakteri portugaliyalik mutaxassisga shunaqa ham mos tushib qoldiki, ular haligacha bir-biri haqida faqat iliq gaplar aytishadi. Ko'zguda o'zini ko'rgandek bo'ldi, Zlatan Maurga qarar ekan. Jose ham Ibrohimovich tabiatidagi telbalikni darhol tanidi. Mourinho Zlatanni haddan tashqari yaxshi ko'radi. Oddiy misol o'laroq Interning Juventus bilan kechgan o'yini. Mauro endigina Italiya seriyasiga tashrif buyurganida ushbu hujumchisiga qattiq ishonardi. O'sha paytlari Turin superklubi endi A seriyaga qaytgan bo'lsa-da, baribir Juventus edi.